Bolalik orzu-havaslarga to'la beg'ubor davrdir. Biroq ba'zi yoshlar mazkur vaqtni turli sinovlar bilan o'tkazadi. Og'ir xastaliklarga chalingan bolalar uzoq muddat kasalxonada davolanishga majbur bo'lishadi. Bu esa ularning nafaqat salomatligiga, balki ta'lim olishiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Namangan viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi qoshida ochilgan mehrli maktab ana shunday bolalar uchun bilim va mehr manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Bu yerda o'quvchilar darslardan uzilib qolmasligi uchun zarur sharoitlar yaratilgan. O'quvchilar sog'lig'ini tiklagan holda ta'lim olishda davom ettirishmoqda. Muxbirimiz ushbu maktab faoliyati haqida hikoya qiladi. Inson o'z tanasidagi kasalliklar bilan kurashish davri ancha qiyin o'tadi. Bolalarda esa bu jarayon 2 karra og'riqlidir. Mahallada do'stlari bilan bolalarcha o'yin-kulgular, maktabda sinfdoshlar orasida ta'lim olish o'rniga dard bilan kurashayotgan bolajonlarning ham sifatli ta'lim olishlari uchun respublikamizning 7 ta hududlarida, jumladan Namangan viloyatida ham mehrli maktab ta'lim muassasasi o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Ushbu muassasada onkologiya va gematologiya kasalliklariga chalingan 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar ona tili, matematika hamda boshlang'ich ta'lim fanlarini bevosita ustozlardan, tarix, biologiya, geografiya va kimyo kabi fanlarni esa Zoom platformasi orqali masofaviy tarzda tahsil oladilar. Odatiy umumiy o'rta maktabdagi sharoitlar darajasidagi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan xonalarda bilim beriladi. Jismonan zaif ko'ringan bolalarning ko'zlarida kelajakka bo'lgan ishonch va umid mujassam. Bu yerda men psixolog ustozni yaxshi ko'raman. Psixolog ustoz bilan har xil shakllar o'ynaymiz, har xil darslar o'tamiz, hayvonchalar, hikoyali etaklarni Ilfar ustoz bilan matematika, ona tili o'qishlarni o'tamiz. Men katta bo'lsam yaxshi o'qib vrach bo'lmoqchiman. Meni qizim 10 yoshda tomir yorilishi kasalligiga chalindi. Biz hozir davolanib kelyapmiz. Gematologiya bo'limida biz baribir ota-onalar o'ylarkanmiz, kelajagi nima bo'ladi endi, hozir sog'ligi yaxshi emas. Maktabdan qolib ketadimi degan fikrda yurgan edik. Yo'q, hayratdan mehrli maktab bor ekan. Kelib dars olib ketyapti. Yaxshi, zo'r. O'zlashtirishi yaxshi. Ta'lim muassasasida fanlarni o'zlashtirish barobarida bolalarning qiziqishlariga ko'ra shaxmat, shashka, tasviriy san'at va qo'l mehnati kabi to'garaklarda muntazam ishtirok etishlari uchun barcha sharoitlar bor. Sog'liqni saqlash va ta'lim tizimida shu kabi muassasalarning faoliyat yuritishi ularda yaratilayotgan imkoniyatlar og'ir dardlar bilan xastalangan bolalarning sog'ayib ketishiga umid baxsh etadi. Ular ham kelgusida yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shib, ota-onalari bag'rida va tengdoshlari orasida kamol topishiga imkoniyatlar yaratadi.